chiqqandek bo'ldim, lekin bu joyni umuman tanimayman. Bu qayer o'zi? Yo'llar juda ko'p, lekin qaysi biri to'g'ri? Noto'g'ri tanlasam yana adashaman. Yaxshi, shu yo'lni tanlayman. Umid qilaman to'g'ri bo'lsin. Voy, bu yer juda to'r ekan. Orqaga ham chiqa olmayapman. Oldinda ham joy yo'q. Nima qilaman endi? To'xtab qolsam bo'lmaydi. Chiqish yo'lini topishim kerak. Yo'q, bu yo'l undan ham to'rroq. Endi nima qilaman? Shu burilish meni qutqaradimi yoki yanada chuqurroq olib kiradimi? Oldimda ikkita yo'l. Qaysi tomonga yursam ekan? Agar noto'g'ri yo'lni tanlasam chiqa olmay qolishim mumkin. Agar shunaqa qiziqarli videolar yana chiqishini xohlasangiz, videoga like bosib, obuna bo'ling.